Mana bugun yana Romitan tumanida Zafarjon aka fermer xo'jayini yerlarida turibmiz. Akamizga mana bu yerdan xuddi hozirgi xatolik ekilishda sxemalarda noto'g'ri bo'lgan nimalar selka tez yurgani hisobiga mana 3 metr 3 metrga 40 sm 60 sm-ga 3 tani bir joyga tashlab ketgan. Hozir mana bu yerlarni kavlab ko'rdik. Bu yerlarda urug' yo'q. Mana fermer akamiz ham o'zi ko'rib turibdi. Xatolarni endi men bilmagandim bunaqa holatda ekilganini deyapti. Mana bu akamiz o'zi ham fermer ekan, o'zi urug'larni ekan ekan, selkalarga tushunar ekan, qanaqa xatolik bo'lganlarini bu akamiz o'zi ham tushunyapti, bilyapti bu yerda selkadan xato bo'lganligini. Aka, shu holatda makaga fikringiz qanaqa o'zingizda? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Endi biza bunga fikrimiz erta tonnaga ham bu qochiradi, bosh qilishga kichkina bosh bo'ladi. Dona ham aytganday bo'lmaydi. O'zi 100 ming dona urug' ekilgan, lekin shu 100 ming dona urug' ham to'g'ri ekilmaganda. 100 ming ko'p ham bo'ladi. Sulosga ham 82 ming dona, 83 ming dona ekamiz biz. O'zi menda maxsus diski bor. Shuni qurib ekaman. Tochna shu har bir 15 santimetrda bitta urug' tashlab ketadi. Ana Mirjalol ham o'tgan yil ham syomka qilganmiz. Shu tochna 83 ming dona, ha keling 85 ming donagacha qo'ygan taqdirda har bitta so'ta ham shu bilagday bo'lib, shu o'shani hisobidan men 90 tonna, eng kami 78 tonna olganman men har bir gektar dalamdan. Ana hamma urug'lardan ekkanman. Mirjalolning ham xabari bor. Ana bu yil yana o'zini spesialni shu turistki nima olamiz deymiz, selka 4 talik. Ana bu yil yana ko'rsatib fermerlarga nima qilib beramiz. Buni kamchiliklarini ko'rib o'tiramiz. Sistemasi o'zi qanday bo'lish kerak? O'shani tushuntirib o'tsangiz, necha tezlikda 1 metrga nechta? Endi buni nima texnika nimasi ham ancha nimasi bor. Buni tez haydagan, o'sha tezlik haydagan taqdirda ana bu yoqda tashab ketgan, bu yoqda tashamagani, bu yoqda o'sha bu yoqqa tashaygan urug'ni 3 ta bir joyga tashab ketgan. Ana qarang, yana qalish ketadi. Yana bu yoqqa bo'lgan. Ana bu yoqning urug'ini bu yoqqa tashab ketganda. Ana bu yoqqa bu yoqda yo'q, ana bu yoqqa tashaganda. Tezlik. Tezligi soatga 5 kilometr tezlikda bo'lish kerak. Selkani yurganda shu odam tez yurayotganda oldida selka traktor teng ketish kerak. Ha, birga ana shu. Ana shunday yurib ketib o'tirgan payt ham traktor ana shunday sizga bir xil ketish kerak-da. Bu hozir selka bu ketobda ekib, ana shu tez yugursangiz ham uni tuta olmaysiz-da. Shunaqa tezlikda ekanman. U mumkin emas-da unda tezlikka. Endi paxtada u 40 kilo urug' qo'yadi, ekib ketadi. U shu nimaga o'rganganda, lekin o'sha paxtada ham o'shanaqa xatolik-da. Ha-da, yomg'ir bor nimasi bor. Shunday. Hozir mana fermerlarni ko'p joylarda ko'ryapmiz. Pashti 70% fermerlarda shu xatolikda. Hozir mana selka urug' ekilishda xatolik bo'lyapti. Urug'da ekilishida aka siz 60%, 50% agateknikingiz tugatib bo'lgan bo'lasiz, yerga to'g'ri urug'ni Toshdan endi aytganday bo'lsa, juda emas. Masalan, ekonom atak bor. Hozir buni Mirjalol bitta narsa endi bu yil gaplashib oldik-ku boshidan. Bu urug'ni sotib faqat nima qilish emas, shu fermerlarni qiziqtirib, ana har yili hozir endi bu yil Buxoroda endi juda kuchli nima bo'lyapti-ku, hamma talab qo'shdi. Endi boshidan kelishib oldik. Ana boshidan kelib to ekilish boshlagan darajasidan tushuntirib fermerlarga shu aytgan o'zimizning nimasida eksak agar rezultatni olsa bu yil 2025 ga xudo xohlasa fermerlar yanada nimasi ishonchi kuchayadi-da. Yana talabi oshaveradi. Misol 20-30 gektar ekayotgan fermer 50-100 gektargacha ekaveradi. Yana o'zini daromadini ham fermasiga tiqib, yana sotish huquqiga mana bu rasxodlarini chiqaradi. Talab ko'payaveradi. O'sha uchun ana boshidan chiqib, ana shu nimalarni tushuntirib, ekishlarni aytib, nima qilsak yaxshi bo'ladi deyman-da. Bir kun, 1 yil, 2 yil ana shu darajada gapirmasak ekaversa, shumi deydi, 30 tonna oladi, 20 tonna buni xarajatini qiladi, o'g'itini beradi, agrotexnikasini qiladi, lekin shu qilgan xarajatini erta ola olmasa agar nima kerak menga deydi-da. Buni to'g'ri tushuntirib aytsak, shu 10 million misol xarajat qilsa shuni, 40 million foyda qilsa u plyusga chiqadi-da.